Hozir mana bitta gazli kolonkani pult keldi. O pulti ishlamayapti ekan. Tokka ulangan. Orqasidan yoqsa yonmayapti. Buni hozir ochib qo'yganmiz. Programmasi dan chiqib ketgan. Programma chiqib ketgan. Hozir buni asosiy joyi mana shu programma qilinadi. Keyin yonadi metdan programma qilib keyin yoqamiz. Bu o'sha gazli kolonkani pulti. Mana gazli kolonkani pulti. Buni hozir to'g'rilab ko'rsatamiz. Mana tayyor ishladi endi. Xudo xolasa mana pult ishlashga tayyor. Faqat kolonkani simlarini ulaydi. Xudo xolasa pult ishlaydi. Bemalol gazni qo'yish bo'ladi.